Assalamu alaykum. Dünyanın her qaysi joylarida muhacirette, musafirlikte yaşayotgan aziz qarindoshlarım. Hammanglarga ma'lum, Amerikada Salih Xudoyor ve onun dostları 6. ayının 4. günü Amerika Meclisi aldida ve Aksaray aldida 2 aylık maratoncha Uyg'urlarga haq ve hukuk ve adalet talep qiladigan bir maratoncha namoyishni başlatgan edi. Ve şunun bilan birlikte Amerika Meclisi'ne Uygurlarning etnik ve kültürel hak hukukunu qo'g'daydigan ve Uygurlarning mustaqillik hareketiga yol açadigan, yani kanun layihasini ma'qullatish uchun senatorlarga ve Amerika siyosatiga ve Amerika medyasiga murojaat qilish maqsadida bir maratoncha namoyish boshlangan edi. Bu namoyishga paralel alda başta Avrupa'nın her qaysi şehirlerde ve O'rta Osiyolarda Amerika konsolosluğu aldida o'xshash namoyishlar ilib berildi. Biz bugün München'deki Amerika konsolosluğu aldida bu namoyishga paralel alda Germaniyadagi Uyg'urlarga vakolatan biz bu namoyishni qilib chiqdik. Ularda ko'rib turayotgan bu talep Salih Xudoyor ve Bilal Türkistan'ı Amerika Kongresi'ne tapşırgan talepten burunuz tutuşuyor. Biz bunu München'deki bu konsolosluğa bunu tapşırıp birimiz. Hemmimizge ma'lum bo'lgandek, vatanimiz Sharq Turkiston 1949 yılı Xitoy tajovuz tarafidan besilindi ve 1952 yılı Jungu Sovet dostluk kelishimi asasida Sovet ittifoqi Amerika ve Fransa'nın nazarati ostida Xitoyga ötküzüp beritildi. Yani mustaqil Sharq Turkiston devleti xalqaradagi cho'ng davlatlar o'rtasidagi siyosiy o'yinning qurboni bo'lib, mustaqilligimiz Xitoyga beritildi. Biz mustamlika bo'lgan 65 yilning bu tarafida Xitoy tajovuzchilarining xalqimizga elib berayotgan etnik ve siyosiy jihatda zulmi chekiga yetdi. Dünya tarixida o'xshi ko'rilib boqmagan bir darajada xalqimizga zulm qilyotidi ve bu zulm davom qilyotidi. Bununla chidamagan xalqimiz bugün dünyanın her qaysi joylarida Uyg'urlar mavjud bo'lgan bütün davlatlarda ko'chalarga to'kildi, namoyishlarni elib beryotidi. Xitoyning zulmiga qarshi o'zining irodasini bildirib faoliyatini elib beryotidi. Bu zulm xalqimizni o'yg'otdi. Bu zulm bugün vatanimizning ichi sirtidagi xalqimizni ko'chalarga to'kib etdi qarindoshlar. Bugün turmada 2,5 milyondan artık qarindoshimiz yig'ilish lagerida tutulmakta ve ularga turli zulm ilib berilmakta ve bu zulm davom qilmoqda. Biz shunga ishonamizki, eng qisqa vaqt ichida xalqimizning mustaqillik hareketi, azatlık hareketi bu boshlanadi. Bugün belki bizge küçük görünüvatkan, bugün belki bizge addi görünüvatkan bu hareketle çoğun bir milli azatlık hareketinin beşi başlanış bop kılış mümkün qarindoshlar. Şuna biz bu hareketi qo'llashimiz kerak, bu hareketke gücümüzün yetişçe avaz qo'shishimiz kerak deb o'ylaymiz qarindoshlar. Uyg'ur milleti tarixda 2 qitim aldandı. Bizning takdirimiz Yaltıda ve 1952 yılı Jungu Moskova dostluk kelishimi etrafında Xitoyga ötküzüp beritilgan bir vatan. Bizning davayimiz faqatla inson huquqlari, kishilik huquq bilan shakllanib qolsa, cheklanib qolsa bo'lmaydi. Biz ikkinchi Avmin ve ikkinchi Shangan bo'lishni xohlamaymiz. Uyg'urlar uchun bugün fakat bir yol var. O bo'lsa mustaqillik yo'li. Yaqin kelajakda Sharq Turkistonning mustaqillik uchun harakat qiladigan bir tashkilot quriladi. İnşallah biz sizlarni bu yig'inga hozirdan boshlab taklif qilamiz. Bu ishni inshaalloh birga qilamiz. Hammanglarga rahmat.